Erleri yig'ilish lageri yoki turmalarga qamalgan Sharq Turkistonlik ayollarning uyiga nazorat uchun kelgan Xitoy erlar bilan pat-pat bir uyda turishga majburlanganligi o'ttirg'i chiqdi. Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bo'limining xabar qilishicha, Xitoy doiralari atalmish madaniyat almashtirish va qo'shmoq oila nomi ostida Xitoy Kommunist partiyasi a'zolarini Uyg'ur va boshqa musulmonlarning uylariga avatadi. Soni 1 milliondan oshadigan bu kadrlar qarallik holda bu uylarni ziyorat qilib, oyda oz deganda 8 qatim ular bilan birga turdi. Kishilik huquq tashkilotlari Uyg'ur oilalarining bu ziyoratga norozilik bildirib, bildirmaganligining nazardan soqit qilinganligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan Xitoyning atalmish Xinjiang gazetining xabar qilishicha, o'tgan 11 oyda jami 1 million 120 ming kadr rayondagi har millatdan bo'lgan 1 million 690 ming uyda turishga avatilgan. Xitoyning Angliyadagi bosh elchisi Liu Xiaoming Uyg'urlarning zulm va bostirishga uchrayotganligi haqidagi xabarlarning butunlay yolg'on ekanligini aytdi. New York vaqt gazeti necha kundan burun Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan siyosatlar va soqchilarga bergan buyruqlarni o'z ichiga olgan 403 betlik bir hujjatni e'lon qilgan edi. 2010-yildan buyon Londonda turishliq bosh elchilik vazifasi o'tayotgan Liu Xiaoming bundaq bir hujjatning yo'qligini keskin bir shaklda aytalayman, bularning hammasi o'ydirma dedi. Beijing doiralari bu hujjatlarning borlig'ini inkor qilmagan, lekin bularning reallikdan chetnagan betaraflama qarashlar ekanligini aytgan edi. Uyg'ur va qozoqlarning Sharq Turkistondagi vaziyati haqida Ruscha doklad e'lon qilindi. Dokladda Sharq Turkistondagi vaziyatning Borich Orwellning 1984-yil nomli romanidagi vahimaning naq o'zi ekanligi bildirildi. Zarina Zabreskining Sharq Turkistonda yuz berayotgan voqealarga doir Ruscha dokladining tarjimasining qisqacha mazmuni Times to'rida e'lon qilindi. Dokladda Uyg'ur va qozoqlarning vaziyati tonishtirildi. 12 yoshdan 65 yoshgacha bo'lgan barliq Uyg'ur va qozoqlarning biologik bosh rasmi, badan rasmi, DNA avrishkisi, ovoz avrishkisi va barmoq izining to'planganligi har 200 metrda birdan kuzatish nuqtasi qurilganligi ta'kidlandi. Eron prezidenti Ruhani yadro kelishimining vayron bo'lishining butun dunyo davlatlariga ziyonli ekanligini ta'kidlab, buning uchun hammaylar dunyoning manfaatini qo'g'dash tarafdori bo'lishimiz lozim dedi. Prezident mahkamasi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, Ruhani Avstraliyaning Tehronda turishliq yangi bosh elchisining maktubini qabul qilganda, Amerika dunyoning rahbari emasligini bilishi lozim. Amerika boshqa davlatlarga o'xshashla bir davlat dedi. Xitoy hukumat manbalari Beijing doiralarining savdo kelishimiga bo'lgan pozitsiyasi Amerika prezidenti Donald Trumpning Kambojni bejini bekor qilishga qarta so'g'uq muomala qilish sababli salbiy ekanligini bildirdi. Amerika va Xitoy oktyabrning 5-ida qisman temalarda kelishim hosil qilish haqida kelishgan edi. Xitoy kelishimining bir qismi sifatida ikki davlatning bir-biriga qo'ygan Kambojni bojlarini qaytarib olishni talab qilgan edi. Trump doiralari 500 milliard dollar qimmatidagi Xitoy mahsulotlariga Kambojni beji o'stirdi. Xitoy bo'lsa 110 milliard dollar qimmatidagi Amerika meliga qo'yilgan bojni o'stirdi. Turkiyada chegirdan qo'llab chiqarilgan 2 nafar ayol Daesh a'zosi Gollandiyada qo'lga olindi. Gollandiya adliya organlari e'lon qilgan yozma bayonotda Suriyadan Turkiyaga kirgan va u yerdan qo'g'lab chiqarilgan 2 nafar ayol Daeshning seshanba kuni kechda Amsterdam Schiphol aerodromida qo'lga olinganligi bildirildi. Bayonotda 3 va 4 yoshli bolalar bor bo'lgan 25 yoshli bir ayolning oktyabrda Gollandiyaning Anqaradagi bosh elchixonasiga iltimos qilganligi, yana bir ayolning bo'lsa 2018-yil yanvarda Turkiyada qo'lga olinganligi bildirildi.